Hurmatli do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun Xurmo jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa, ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Xurmo jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Sizningcha bu nima? Kiyim almashtiradigan xona, telefon budkasi yoki balki menga qarab birodar juda shoshib turibman, qani tezroq bo'l. Ammo yo'q, bu Xitoydagi karaoke. Mana bu kutilmagan holat. 2 kvadrat metr joy, bu yerda hech kimga xalaqit bermaysiz. Mana yirik megapolislar chekkalarida sotiladigan kvartiralar. Agar Moskva chekkasidagi 12 kvadratli beton qutida yashash haddan tashqari tuyulsa ham, unda Tokiodagi kvartiralar haqida umuman gapirmagan ma'qul. Bunday xonadonlar tobora ko'payib bormoqda. So'nggi 60 yil ichida oilaning o'rtacha soni 2 barobar kamaygan. Jamiyatning parchalanishi va sayyoramiz aholisining qarishi hozirda butun dunyo bo'ylab 100 million odamlarni yolg'izlikka mahkum etmoqda. Yolg'izlik epidemiyasidan yirik korporatsiyalar katta foyda ko'rmoqda. Ammo shu bilan ular bir kun kelib o'zlari tushadigan chuqurni qazishmoqda. Qanday qilib yolg'izlik sayyorani egalladi va nima uchun bu iqtisodiyotga qo'l kelmoqda? Keling, buni tahlil qilaylik. Yolg'izlik turlicha bo'ladi. Yosh va faol paytingizda o'zingizni namoyon etishga intilasiz, karyera qurasiz va o'zingiz uchun yashaysiz. Pul bo'lsa kayf-safo qilamiz, ishingiz ko'p, do'stlaringiz va tanishlaringiz serob. Shuning uchun ko'pincha bitta istak paydo bo'ladi. Xo'sh, xonada yotib hech kim bezovta qilmasligi uchun 10 soat, yaxshisi 12 soat uxlash. Ammo keksayganingizda hammasi o'zgaradi. Keksalarning yolg'izligi ko'pincha ixtiyoriy emas, balki majburiy bo'ladi. Bilasizmi? Rossiyadagi yolg'izlarning yarmidan ko'pi kimlar tashkil qiladi? Nafaqaxo'rlar, asosan ayollar, chunki ular rossiyalik erkaklarga qaraganda o'rtacha 7 yil ko'proq umr ko'radilar. Erkaklar bu yoshgacha yetib kelishmaydi, ammo yolg'izlik butun dunyoning zamonaviy ofatidir. Yaponiyada hatto aql bovar qilmas hodisa bor. Kodakushi, odamlar o'z uylarida yolg'iz vafot etadilar va ularning jasadlari bir necha kundan keyingina topiladi. Hatto o'zining mustahkam oilaviy aloqalari bilan mashhur bo'lgan an'anaviy Italiyada ham fuqarolarning 30% yolg'iz yashaydi. Shvetsiya va Estoniyada esa aholining faqat yarmida turmush o'rtog'i bor xolos. Jamiyat qanday qilib bir-biriga begona odamlarga aylanib qolganining tarixi mana bunday. 20-asr o'rtalarida yer yuzi aholisining 2dan 3 qismi qishloqlarda yashagan. Ammo sanoatlashtirishning jadallashuvi bilan bu holat o'zgardi. Bugungi kunda 4 milliarddan ortiq kishi shaharlarda istiqomat qiladi. Megapolislarda aholining yuqori zichligi ham kam xarajatlar bilan ko'proq tovar va xizmatlar ishlab chiqarish imkonini beradi. Bu esa hayot sifatini sezilarli darajada oshiradi. Shuning uchun yoshlar chekka hududlardan shaharlarga ko'chib, u yerda muvaffaqiyatga erishishga harakat qilishadi. Barcha sohalarda resurslar uchun kuchli raqobat narxlarining, xususan uy-joy narxining oshishiga sabab bo'lmoqda. Gapni cho'zmaslik uchun o'rtacha moskvalik Petyani misol qilib olaylik. U 113 ming rubl maosh oladi, lekin Moskvadagi bir xonali kvartira ham kamida 8 million turadi. Juda taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra, Petya bunday kvartirani 15 yildan, hatto 20 yildan keyin ham sotib olishi mumkin. Shunda ham maoshning yarmini jamg'arib, hamma narsadan tejab qolishi kerak. Tabiiyki, megapolisda karyera qurayotgan Petyaning yashash va ishonchli chuqur munosabatlar o'rnatishga vaqt qolmaydi. Albatta, pul yolg'izlik muammosini to'liq hal qilmaydi, lekin Petyaning muloqot qilish va yaxshi ish bilan yashash uchun qo'shimcha imkoniyatlar paydo bo'lishi aniq. Buning uchun IT kurslariga borish shart emas, boshqa yo'lni tanlash mumkin. Masalan, 4-oyda moliya direktori kasbini o'rganish. Ularning Rossiya bo'yicha o'rtacha maoshi 190 ming rubl atrofida va bu kasbdan sizni Edison akademiyasi maktabidagi 14 ta haqiqiy biznes case ajratib turadi. Yirik xalqaro kompaniyalar ekspertlar tomonidan ishlab chiqilgan amaliy kursda siz moliyaviy hisobotdagi xatolarni aniqlashni va uning tuzilishini o'rganasiz. O'qituvchilar sizni buxgalteriya va soliq hisobi bo'ylab yetaklaydi hamda nima uchun debet har doim kreditga teng bo'lishi va nima uchun har xil NPV va IRR kerakligini tushuntiradi. Kurs yakunida siz rasmiy diplomga ega bo'lasiz va materiallarga kirish imkoniyati sizda doimiy qoladi. Agar biror narsani unutsangiz, istalgan vaqtda qaytib kelib bilimingizni yangilashingiz mumkin. Shunday qilib, agar siz istiqbolli ish topishni va past maosh uchun cheksiz poygadan qutulishni istasangiz, tavsifdagi havolaga o'ting va Edisonda o'qish uchun joy band qiling. Iqtisodiyot promokodi orqali esa nafaqat 60% chegirmaga, balki mutaxassis bilan shaxsiy konsultatsiyaga ham ega bo'lasiz. Biz esa davom etamiz. Ommaviy yolg'izlikning ikkinchi sababi demografik o'zgarishlar.
Bugungi kunda butun dunyoda qariyalar bolalarga qaraganda ko'proq va 2040-yilga kelib sayyoramizdagi odamlarning yarmi 50 yoshdan oshgan bo'ladi. Vaholanki so'nggi yarim asrda yer aholisi 3 barobar ko'paygan. Iqtisodiy inqirozlardan so'ng oilalarning o'rtacha hajmi doimo oshsa-da, umumiy dinamika salbiy bo'lib qolmoqda. Bunga qisman ayollarning oila o'rniga karyerani tanlashda davom etishi sabab bo'lmoqda. 1950-yillar o'rtalarida sayyoramizdagi o'rtacha ayol 5 ta farzand ko'rgan bo'lsa, bugungi kunda 2 ta farzand ko'rmoqda. Bu yolg'izlik tendensiyasi majburiy emas, balki ixtiyoriy ekanligini va texnologiyalar rivojlanishi bilan rag'batlantirilayotganini ko'rsatadi. Shaharlarning o'sishi bilan alohida yashay oladiganlar soni sezilarli darajada oshdi. Rivojlangan mamlakatlarda xizmat ko'rsatish va ijtimoiy ta'minot darajasi yuqori bo'lgani uchun hatto 15 kvadrat metrda ham yolg'iz yashash mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar esa yuzaki aloqalarni saqlab qolish va jamiyatdan ajralib qolishga yordam beradi. Odamlar nafaqat streamerlar o'yin o'ynashni tomosha qilishadi, balki o'z kumirlari bilan ovqatlanishadi va hatto ularning uyqu translyatsiyasini yoqib qo'yib uxlashadi. Do'st izlash uchun hech qayerga borishning hojati yo'q. Ijtimoiy izolyatsiya shunday darajaga yetdiki, blogerlar va mashhurlarning o'zlari o'rniga raqamli avatarlarini efirga uzatmoqdalar. Shu sababli ko'pchilik uchun do'stlar o'rnini hayvonlar egallaydi. Dunyoda yolg'iz yashovchilar qancha ko'p bo'lsa, mushuklar, kuchuklar va hatto baliqlarga bo'lgan talab shunchalik ortadi. Buyuk Britaniyadagi it egalarining yarmidan ko'pi uy hayvonlari ularga tashlandiqlik hissini yengishga va yangi munosabatlar o'rnatishga yordam berishni aytishgan. Biznes bu bo'shliqni to'ldirish uchun g'alati cheburashkaga o'xshash robotlarni ishlab chiqarmoqda. Hayvonlarni almashtirish hozircha qiyin bo'lsa-da, tanishuv ilovalari orqali munosabatlarning qadrsizlanishi avj olmoqda. Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlar aholisining 10-20% mobil datingdan foydalanadi. Auditoriya o'sib bormoqda, ammo tanishuv imkoniyatlari ko'payganiga qaramay, mustahkam munosabatlar kamaymoqda. Buning birinchi sababi ijtimoiy axloqning shaxsiy axloqqa almashinishidir. Hozirda o'z-o'zini rivojlantirish va anglash ustuvor hisoblanadi. Inson o'zini shunchalar anglagan bo'lsa, mukammal juftni topish uchun ko'p yillar kerak bo'ladi. Chunki mukammal odamlar mavjud emas. Ikkinchi sabab dating ilovasidagi cheksiz tanlov illyuziyasi. Bu o'z insonini topish imkoniyatini yo'qqa chiqaradi. Chunki doimo keyingisi yaxshiroq bo'ladi degan fikr paydo bo'ladi. Albatta, odamlar juftini topib, ilovalarni o'chirib tashlashi xizmatlar uchun foydali emas. Yolg'izlar doimiy ravishda yangi sheriklar izlashi va pullik obunini uzaytirish ularning manfaatlariga mos keladi. Sevgi ilovalarining daromadi yildan yilga oshib bormoqda. Paradoksal bo'lsa-da, zamonaviy iqtisodiyot uchun bu ijobiy holat. Odamlar ko'proq xarid qilishadi va ko'proq sarflashadi. Kompaniyalar ko'proq pul ishlab topishadi va o'z navbatida ko'proq sarflashadi. Mablag'lar eng istiqbolli sohalarga yo'naltiriladi. Iste'molchi uchun raqobat esa texnologiyalarning rivojlanishini rag'batlantiradi. Biroq jadal raqamlashtirish natijasida so'nggi 100 yil ichida odamlar hayot tarzini shunchalik tez o'zgartirdiki, bu ulkan shaxsiy muammolarga olib keldi. Ruhiy kasalliklar soni yil sayin ortib bormoqda. Rasmiy statistikada psixolog mijozlari orasida ayollarning ko'pchiligi tashkil etilishining sababi ularning erkaklarga qaraganda ko'proq aziyat chekishi emas, balki erkaklar o'z muammolari haqida gapirishga odatlanmaganligidir. Kinoya qilib aytganda, psixolog va psixiatrlarga murojaatlarning ko'payishi ham iqtisodiyotning ijobiy jihati hisoblanishi mumkin. Shifokorlar va umuman tibbiyotga ko'proq mablag' sarflanadi. Biroq yolg'izlik uzoq muddatli oqibatlari juda salbiy. Yolg'izlar keksayganda kamroq himoyalangan bo'lishadi. Bu esa davlatning ijtimoiy sohaga qo'shimcha mablag' sarflashiga olib keladi. Bugungi kunda jahon iqtisodiyotining sog'liqni saqlashga sarflaydigan xarajatlari global yalpi ichki mahsulotining 1/1 qismini tashkil etadi va bu ko'rsatkich yil sayin oshib bormoqda. Yolg'iz odamlar ko'pincha kamroq samarali ishlaydilar. Agar jamoangizda yaqin do'stona munosabatlar bo'lmasa, raqobatchilaringizga nisbatan yomonroq ishlaysiz. Xuddi shu holatni katta miqyosda ham kuzatish mumkin. Kuchli individualizmga ega mamlakatlar iqtisodiy istiqbolli kamroq, chunki ilg'or texnologiyalar va innovatsiyalar yaqin hamkorliksiz amalga oshmaydi. Shuningdek, yolg'iz yashovchilar ijaraga ko'proq mablag' sarflaydilar va ko'proq elektr energiyasi iste'mol qiladilar. Ular ko'pincha rejasiz xaridlar qilishadi va hatto fond bozorida ham oilali kishilarga qaraganda ko'proq tavakkal qilishadi. Shunday fikr borki, sevichganlar kunida yolg'izlar juftlikdagilardan ham kam sarf qilmaydilar. Chunki jamiyat tomonidan singdirilgan to'liqsizlik hissi nimadir bilan qoplanishi kerak. Kinoga borish, sovg'alar xarid qilish va boshqa barcha iste'mollar marketologlar tomonidan mohirona rag'batlantiriladi. Shu bilan birga yolg'izlik iqtisodiy jihatdan foydali emas. Qiziq, nega bunday ekan? Oilaviy hayot har bir a'zoning xarajatlarini alohida yashaganga qaraganda kamaytiradi. Biroq insonning yashashi uchun boshqa bir inson zarur bo'lgan davr asta-sekin o'tib borayotganga o'xshaydi. Zamonaviy dunyoda shaxsiy erkinlik ko'proq qadrlanadi. Bu esa moddiy farovonliksiz mumkin emas. Do'stlik, muhabbat kabi qadriyatlar esa go'yo ikkinchi o'ringa tushib qolmoqda. Bu video chiqishi uchun qo'llab-quvvatlagan bu ustidagi kanalim homiylariga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Agar rolik sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Men iqtisodiyot haqida hech kimga o'xshamagan tarzda gapiraman. Yangi videoda ko'rishguncha.
Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Va albatta, qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Agar sizga yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashing.